Ana tushdim opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jim qizlar. Turinglar. Ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar. Iltimoslar. Xo'jamizdan juda ham xursand. Chiroyli gapir. Tan joningiz sog' bo'lsin ilohim. Jim turing. Qo'l İştemiz. Yangi mana shu masalalarni Namanganda mana shu odamlarni rozi qilish, qadrlarini ko'tarish degan ishlarimizni yakun qilib, yangi rejalarni qilishga kelganmiz. Mana bugun agar mana shu programmani eslagan bo'lsam, bosh vazir bo'lganimda oringa tushib kelamiz. Ülkelerden üçüncü bölüm. Bana mahallelerin aslında juda rivojlangan bo'lib ketgan ekan. Mana mahalla raisining binosini ko'rdim, joyini ko'rdim. Shuning mahalla o'zgaradi, mahallani atrofi ham o'zgaradi, nomini ham o'zgartiryapti. Rahmat. Yangi Namangan mahallasi bo'ladi. Sizlar rozi bo'lasizlarmi? Rozimiz. Shuning uchun juda katta mablag' berdim, 10 milliard so'm berdim. Lekin juda katta loyiha qilib, loyihalarni sizlar bilan maslahat qilib, sizlarga ko'rsatib, keyin shu loyihalarni qilib, juda katta sizlarga joy bo'ladi, dam olishlaringga, o'qitishlarga, o'qishlaringga, tibbiyotdan o'zgaradi, maktabdan, litsedan o'zgaradi. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Doimo baxtimizga sog' bo'ling ilohim. Siz bor yurtimiz tinch. Sizlarni mana ko'rganimdan xursandman. Biz ham juda sog' bo'lsin ota. Qarsachon o'rayda, qarsachon Rahmat sizga ham. Shunday qilib kelishim, kelajak kelishim shu yangi Namangan mahallasidan bo'ladi. Rahmat. Kelishdikmi? Rahmat. Bundan boshlab rayon hokimi raskolov shu qilib yerda yotadi. Sizlar ko'rib, menga xat yozib yurasizlar. Mana shu bo'layapti, bo'lmayapti. Tushunarlimi? Rahmat sizga. Sog' salomat. Yaxshi yetib qo'ying. Qizlar yurmaymiz, bo'ldi yurmaymiz.